Assalomu alaykum, bizni YouTube'dagi kuzatuvchi obunachilarimiz. Navbatdagi oshxona mebelimizni o'rnatib bo'ldik. Bu ishimizni 3,5 metr joyga o'rnatdik. Menchagida xolodilnik joylashadigan joy bo'ldi. Tepasiga polkali qilingan, ichlari chuqur holatda. 60 sm chuqur holatda bo'ldi. Tepasida galagellar holatida polni karnizlargacha qilib berildi. Tepa eshiklarimizni ochganda polkalari 2 etajdan 3 ta kameradan bo'ldi. Materialimiz akril, Pachov firmaniki. Qalinligi 1.8 qalinlikda ishlangan. Salafani 2 qavatli bo'ladi. Bu joyimizga bichishga dimoqchi tushadi. Pastga katta gazdan joylashadigan joy qildik. Orqa fartuylarini granit holatda tayyorlab berdik. Ruchkalarini ham nijoyga yaxshilar qilib qo'yib berganmiz. Solitsitsamiz, rossiyskiy solitsitsa qalini 4 santimetrdan qo'yib berganmiz. Bu tortmalarimiz davomida komplektlar ichida mexanizmlar vakuum holatda bo'ldi. Oshxonalarimiz vakuum holatda ishlaydi. Mo'ka komplekt qo'yib berganmiz, davomidek ichlari chuqur to'rtburchaklardan joylashtirib berdik. Ishimizning bo'yi 2.30 ga chiqdi. Yerdan tepa karnizgacha 2.30 holatda bo'ldi. Shu video ostiga telefon nomerlarini yozib qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqasizlar, doim xizmatinglardamiz. To'la ko'rinishi